Estetik ortodontiya bo'yicha Concordia Dentistry Toshkent klinikasi 1 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan Boltiq bo'yidan yetakchi mutaxassislar ishtirokida bayramona tadbir uyushtirildi. Tadbirga shuningdek turli mehmonlar va uning bemorlari tashrif buyurishdi. Unda klinika tomonidan taklif qilinayotgan bir qator muolajalar uchun sertifikatlar yutug'i ham o'ynaldi. Concordia Dentistry klinikasi ortodontiyaning zamonaviy usulini taklif etmoqda. Ya'ni Invisalign innovatsion tizim bo'yicha tishlov va tishlovni to'g'irlash usullari shu yerda amalga oshiriladi. Bu Amerikaning Align Technology kompaniyasida ishlab chiqarilgan qulay va shaffof aligner kaplar to'plamidir. Ushbu alignerlarning afzalligi barcha yoshdagilarga mos kelishi hamda aniq va qulay davolashdan iborat ekanligidadir. Здесь работают два врача-ортодонта, которые прошли. Bu yerda xorijda tahsil olgan 2 nafar ortodont shifokor ishlaydi. Ular Invisalign sertifikatlariga ega. Shu bilan birga Rigadagi klinika bilan hamkorlikda ishlashadi. Bu ortodont Rigada faoliyat yuritadi. Zamonaviy texnologiyalar sharofati bilan ular bamaslahat tarzda bemorlarni davolash rejalarini muhokama etishadi va so'nggi qarorni birgalikda qabul qilishadi. Alignerlar tizimi bemorga shifokor ko'rigidan 4-5 oy ichida bir marotaba o'tish imkonini beradi. Ya'ni boshqa davlatda yashab turib, orada 4-5 oy ichida bir marotaba kelib ketish mumkin. Concordia Dentistry klinikasida Align Technology Clean-Cheek dasturi bo'yicha virtual davolash rejasini amalga oshirishga ko'maklashuvchi zamonaviy asbob-uskunadan foydalaniladi. Dastur yordamida tishlar harakati yo'nalishini aniqlash mumkin. Bu esa yakuniy natijani davolashning boshidan oxirigacha ko'rish imkonini beradi. Bundan tashqari klinikada tishlarni davolash jarayonini nazorat qilishga yordam beruvchi alignerga o'rnatilgan indikator ko'rinishidagi monitoring tizimi taklif etilmoqda. Davolash jarayonida bemorlarga ularning ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblangan alignerlar to'plami beriladi. Klinika ortodontlarning so'zlariga ko'ra, alignerlarni har kuni tunu kun 22 soat davomida taqib yurib, 2 haftada bir marotaba almashtirish mumkin. Shuningdek, davolashni tezlashtirishga imkoniyat beruvchi Artopuls qo'shimcha moslama taklif qilinadi. Undan kuniga 10 daqiqa davomida foydalanish zarur. Я прохожу это лечение уже на протяжении 10 месяцев. Men ushbu davolanish usulidan 10 oy davomida foydalanib kelyapman. Natijalar meni juda ham qoniqtirmoqda. Men uchun breketlar noqulay bo'lgan. Shuning uchun ham aligner tizimi menga juda qulay keldi. U talaffuz buzilishining oldini oladi. Xullas, u bilan hech bir kamchiliklarsiz odatiy hayot tarzingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Concordia Dentistry klinikasi mehmonlarni o'zining g'oyalari bilan taajjubga solmoqda. Tadbirda klinika taklif qilayotgan bir qator muolajalarga sertifikatlar o'ynaldi. Shuningdek, tantanali bayram dasturxoni ham tashkil etildi.